Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Hozirgina ma'lum bo'ldiki, nafaqat ba'zi bir guruhlarga, balki barcha, aynan barcha O'zbekiston nafaqaxo'rlariga tegishli yangi qoidalar joriy etilmoqda. Bu xabar nafaqangiz hajmi, uni olish tartibi va umuman hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hozir meni diqqat bilan tinglashingiz shart. Bu videoni oxirigacha ko'rishingiz, har bir tafsilotni bilib olishingiz kerak. Chunki bilmaslik, afsuski, sizga qimmatga tushishi mumkin. Keling, darhol muammoning mohiyatiga o'taylik. Qoidalar o'zgarmoqda, bu sizni befarq qoldirmasligi kerak. Ayniqsa, agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, pensiya olinishini kutayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon nafaqada bo'lsangiz, bu sizga bevosita tegishli. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari bizning mamlakatimizda pensiya hisoblash va uni qayta hisoblash tizimi nisbatan turg'un edi. Pensiyaga chiqqandan so'ng odatda pensiya avtomatik ravishda inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiyalanar edi. Ba'zi hollarda agar nafaqaxo'r ishlashni davom ettirsa va uning ish haqi sezilarli darajada oshsa, u o'z xohishi bilan pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilishi mumkin edi. Biroq bu ko'pincha murakkab jarayon bo'lib, ko'plab qog'ozbozlik va vaqt talab qilardi. Ko'pchilik pensionerlar, ayniqsa keksa yoshdagilar bu imkoniyatdan foydalanmas edi. Chunki barcha jarayonlarni tushunish va hujjatlarni yig'ish oson emas edi. Shuningdek, pensiyaning bir qismi to'lanishi yoki to'liq to'lanishi masalasi ham aniq qoidalar asosida, lekin ba'zan tushunarsiz tarzda amalga oshirilardi. Ishlayotgan pensionerlar uchun pensiya miqdorini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish mexanizmi juda sodda emasdi. Ko'pincha avtomatik ravishda bajarilmasdi va ko'pchilik o'z-o'zidan murojaat qilmas edi. Natijada ular ko'proq pensiya olish imkoniyatini qo'ldan boy berardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumat nafaqaxo'rlarga g'amxo'rlikni kuchaytirib, ularning turmush farovonligini oshirish maqsadida yangi, yanada shaffof va adolatli tizimni joriy etishga qaror qildi. Eng muhim o'zgarish shundaki, endilikda pensiyani hisoblashda yoki qayta hisoblashda har bir fuqaroning haqiqiy ish staji va so'nggi yillardagi daromadi yanada aniqroq inobatga olinadi. Eng e'tiborlisi, yangi qoidalar ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyani qayta hisoblash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va ba'zi hollarda avtomatlashtiradi. Bu nafaqaxo'rlarning har yili, hatto har chorakda o'zlarining ish stajlari va daromadlari o'zgarishiga mos ravishda pensiyalarini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishini anglatadi. Ya'ni siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirsangiz, sizning pensiyangizni avvalgidek turg'un bo'lmay, balki muntazam ravishda sizning mehnatingizga yarasha oshirilishi mumkin. Bu juda muhim o'zgarish. Endi sizning mehnat stajingizning har bir yili, har bir oyi va ish haqingizdagi har bir o'zgarish nafaqangizga bevosita ta'sir qiladi. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kim nimani bilishi kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga bu qoidalar naf keltirishi mumkin? Birinchi muhim jihat, pensiya hisoblashda daromadni inobatga olish tartibi. Oldin pensiyani hisoblashda odatda oxirgi 5 yildagi eng yuqori daromadli ish haqi olinar edi. Endilikda esa bu davr kengaytirilishi yoki ish stajining butun davridagi daromadlar o'rtacha hisobda inobatga olinishi mumkin. Bu esa agar siz umringiz davomida turli davrlarda yuqori ish haqi olgan bo'lsangiz, bu sizning foydangizga ishlashi mumkin degani. Misol uchun, bir vaziyat, Aziza opa Arotun yoshda 35 yillik ish stajiga ega. Uning ish stajining so'nggi 5 yilda o'rtacha oylik ish haqi 2,5 million so'm edi. Agar eski qoidalar bo'yicha hisoblansa, uning pensiyasi shu summadan kelib chiqib belgilanar edi. Lekin Aziza opa 45 yoshlarida kattaroq lavozimda ishlagan va o'sha paytda oylik maoshi 4 million so'm bo'lgan. Endi yangi qoidalar asosida agar Aziza opa o'zining shu yuqori daromadli davrdagi ma'lumotlarni taqdim etsa, uning pensiyasi sezilarli darajada oshishi mumkin. Deylik, yangi qoidalar bo'yicha butun ish stajining o'rtacha daromadi inobatga olinsa, uning pensiya bazasi 3 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu esa pensiyasining oyiga kamida 300-500 ming so'mga oshishiga olib kelishi mumkin. Bu uning turmush sharoitini yaxshilashga katta yordam beradi. Ikkinchi muhim jihat, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyani qayta hisoblash mexanizmi. Bu ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun juda muhim. Avvalgidek nafaqaxo'r pensiyaga chiqqach ishlashni davom ettirsa ham, uning pensiyasi kamdan kam holatlarda qayta hisoblanar edi.
Bu esa ko'plab pensionerlarning pensiya ta'minoti tizimiga qo'shgan hissasi, ya'ni soliq to'lovlari yetarli darajada inobatga olinmasligiga olib kelar edi. Endilikda hukumat ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyani avtomatik yoki soddalashtirilgan tartibda qayta hisoblash mexanizmini joriy etmoqda. Bu nafaqaxo'r ishlamoqda va davlatga ijtimoiy to'lovlarni to'lashda davom etayotgan ekan, uning pensiyasi ma'lum vaqt oralig'ida, masalan, har yili uning yangi ish staji va ish haqi asosida qayta hisoblab boriladi. Bu avtomatik ravishda amalga oshirilishi yoki fuqaroning minimal hujjatlar bilan murojaat asosida bajarilishi mumkin. Iki vaziyat. Murod aka 63 yoshda, pensiyaga chiqqaniga 3 yil bo'ldi. Lekin u kichik bir korxonada ishlashni davom ettirmoqda. Uning pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Pensiyaga chiqqandan keyin u har oy 20 million so'm ish haqi olgan. Eski qoidalar bo'yicha uning pensiyasi o'zgarmay, faqat umumiy indeksatsiya bo'lib turardi. Ammo yangi qoidalar bo'yicha Murod aka oxirgi 3 yildagi ish staji va ish haqini hisobga olgan holda pensiyasini qayta hisoblash uchun murojaat qilishi mumkin. Bunda uning har bir qo'shimcha ishlagan oyi uchun to'lagan ijtimoiy to'lovlari pensiya miqdoriga qo'shiladi. Agar Murod aka 3 yildan beri ishlagan bo'lsa, uning pensiyasi oyiga 200 ming so'mga, hatto 400 ming so'mga oshishi mumkin. Bu esa uning umumiy daromadini sezilarli darajada oshiradi. Uchinchi muhim jihat. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar bundan foyda ko'radi? Xavotirlanish kerak bo'lganlar, aynan xavotirlanish emas, balki xushyor bo'lish kerak bo'lganlar, bu hali pensiya yoshiga yetmagan. Ammo ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari to'liq bo'lmagan fuqarolar. Agar sizning mehnat daftarchangizda bo'shliqlar bo'lsa, qaysidir korxonalardagi ishingiz tasdiqlanmagan bo'lsa yoki maoshlaringiz haqidagi ma'lumotlar arxivlarda yo'q bo'lsa, hozirdan hujjatlarni tartibga solishni boshlashingiz kerak. Yangi tizim yanada shaffof bo'lgani sababli har bir hujjat, har bir ma'lumot o'z o'rnida bo'lishi lozim. Aksi holda siz pensiya hisoblashda noqulay ahvolga tushib qolishingiz mumkin. Bu ayniqsa xorijda ishlagan yoki norasmiy ravishda faoliyat yuritgan shaxslarga tegishli. Ularga o'z ish stajini rasmiylashtirish yoki tasdiqlash uchun ko'proq harakat qilishlari kerak bo'ladi. Foyda ko'radiganlar umrining katta qismida yuqori maosh olib ishlagan, ammo so'nggi yillarda maosh pasaygan pensionerlar. Ularning pensiyasi umumiy ish staji davridagi yuqori daromadlar asosida qayta hisoblanishi mumkin. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirayotgan barcha nafaqaxo'rlar. Ularning qo'shimcha ish staji va daromadlari muntazam ravishda pensiya miqdorini oshirishga xizmat qiladi. Pensiyaga yaqinlashib qolgan va hozirda yuqori maosh olib ishlayotganlar. Ularning pensiyasi ko'proq daromadli davrdan kelib chiqib hisoblanishi sababli yuqori pensiyaga ega bo'lish imkoniyati oshadi. Keling, endi qoidalardagi istisnolar, e'tiborsiz qoldirilishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar va yashirin to'siqlar haqida gaplashamiz. Istisnolar va nozik jihatlar B. Muddatli harbiy xizmat va ta'lim davri. Ba'zi hollarda harbiy xizmat muddati yoki oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri pensiya hisoblashda ish stajiga qo'shilishi mumkin. Yangi qoidalarda bu davrlarni inobatga olish shartlari yanada aniqlashtirilgan bo'lishi mumkin. Siz bu haqda mutaxassislardan aniq ma'lumot olishingiz kerak. Misol uchun, Mirza Karim bobo harbiy xizmatni o'tagan va bu uning umumiy stajiga qo'shilishi kerak, ammo eski hujjatlari yo'q edi. Endi bu borada soddalashtirilgan tartib joriy etilgan bo'lishi mumkin. Bu unga qo'shimcha staj qo'shilishiga imkon beradi. 2. Nogironlik pensiyalari. Nogironlik pensiyalarini hisoblashda o'ziga xos qoidalar mavjud. Yangi o'zgarishlar ularni bevosita o'zgartirmasa-da, ular uchun pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash tartibi soddalashtirilgan bo'lishi mumkin. Eng muhimi, nogironligi bo'lgan shaxslarning ish staji borasida yengilliklar joriy etilishi kutilmoqda. Yashirin to'siqlar, pitfalls, axborot yetishmasligi. Eng katta to'siq bu aholining yangi qoidalar haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi. Ko'pchilik pensiya tizimidagi o'zgarishlarni kuzatib bormaydi va natijada o'z huquqlarini bilmaydi. Shu sababli bu videoni ko'proq odamga ulashing. Hujjatlarda kamchiliklar, ko'pchilikning ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari, ayniqsa 1990-yillargacha bo'lgan davrga oid ma'lumotlar to'liq emas yoki yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu holat pensiyani qayta hisoblashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hozirdan arxivlar bilan ishlashni boshlash muhim. Elektron tizimga ko'nikmaslik, pensiya fondi xizmatlarining bir qismi raqamlashtirilmoqda. Bu esa keksa yoshdagi ba'zi fuqarolar uchun elektron arizalar
topshirishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ularga farzandlari, nabiralari yoki ijtimoiy xizmatlar yordam berishi kerak bo'ladi. Norasmiy mehnat. Agar siz umringiz davomida norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz va ijtimoiy to'lovlar to'lamagan bo'lsangiz, bu yangi qoidalar sizning pensiyangizga sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun kelajakda rasmiy ish stajiga ega bo'lish juda muhim. Noaniq nüanslar. Qayta hisoblash muddati. Pensiyaning qayta hisoblash muddati har yil ma'lum bir vaqt oralig'ida, masalan, har 3-5 yildami, bu borada aniq muddatlarni bilish kerak. Hozirgi kunda bu jarayonning tez amalga oshirilishi kutilmoqda. Ariza berish tartibi. Pensiya fondiga murojaat qilish uchun qanday shakldagi ariza to'ldirilishi kerak? Elektronmi yoki qog'oz shaklida? Bu jarayon soddalashtirilgan bo'lsa-da, aniq tartibni bilib olish lozim. Amaliy maslahatlar. Nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Qanday qilib siz ushbu o'zgarishlardan maksimal darajada foyda olishingiz va potensial muammolardan qochishingiz mumkin? Pensiya hujjatlaringizni to'liq ko'rib chiqing. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan o'rganib chiqing. Unda barcha ish joylaringiz, ishga kirgan va chiqqan sanalaringiz to'liq va aniq yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar biror joyda xatolik yoki kamchilik bo'lsa, uni hozirdan tuzatish choralarini ko'ring. Misol uchun, Gulnora opaning mehnat daftarchasida bitta ish joyidagi ishdan bo'shash sanasi ko'rsatilmagan edi. Bu holat keyinchalik pensiya hisoblashda muammo tug'dirishi mumkin edi. U o'sha korxonaning arxiviga murojaat qilib tegishli ma'lumotnomani oldi. Diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi agar familiya o'zgargan bo'lsa, kabi hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Bular ish stajini tasdiqlashda yoki shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirishda kerak bo'lishi mumkin. Ish staji va daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashtiring. Agar siz ilgari yuqori maosh olgan, ammo keyinchalik daromadingiz pasaygan bo'lsa, o'sha davrdagi ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni qidirib toping. Bu ma'lumotlar ish joyingizning buxgalteriyasidan, arxivlardan yoki soliq idorasidan olinishi mumkin. O'sha davr uchun ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Masalan, Dilorom xola 1990-yillarda zavodda yuqori lavozimda ishlagan, lekin so'nggi yillarda oyligi past edi. U zavod arxividan o'sha davrda maoshlar haqida ma'lumotnoma olib, pensiyasini oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Agar siz ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, har oyda to'lanadigan ijtimoiy soliqlar va ularning miqdorini doimiy ravishda kuzatib boring. Bu sizning kelajakdagi pensiya qayta hisobingiz uchun asos bo'ladi. Ish beruvchingizdan bu haqda ma'lumot so'rashga uyalmang. Qayerga murojaat qilish kerak? Eng birinchi manzil bu hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlari. Sizning yashash joyingizdagi bo'limga shaxsan borishingiz yoki ularning ishonch telefonlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Ular barcha savollaringizga javob berishi shart. Davlat xizmatlari markazlari. Bu markazlar ham pensiya masalalari bo'yicha murojaatlarni qabul qiladi va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Ularning qulayligi shundaki, bir joyda bir nechta xizmatni olish mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali may.gov.uz. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, bu portal orqali pensiya hisoblash va qayta hisoblash bo'yicha arizalar berishingiz, ma'lumot olishingiz mumkin. Bu ayniqsa yoshlarga yoki internetdan foydalana oladigan pensionerlarga juda qulay. 4. Nima yozish kerak? Agar siz pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, odatda standart shakldagi ariza to'ldirasiz. Bu arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqamingiz, qayta hisoblashni talab qilish sababingiz, masalan, qo'shimcha ish staji yoki yuqori daromadlar ko'rsatiladi. Agar hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa, masalan, ish stajini tasdiqlash uchun siz qo'shimcha hujjatlarni ilova qilgan holda tushuntirish xati yoki ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasi bo'limlarida mutaxassislar sizga ariza shakllarini to'ldirishda yordam berishi kerak. Ulardan yordam so'rashdan tortinmang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, aziz do'stlar, pensiya qoidalaridagi bu o'zgarishlar jiddiy va har bir nafaqaxo'r uchun o'ziga xos ahamiyatga ega. Ba'zilar uchun bu pensiyani sezilarli darajada oshirish imkoniyati bo'lsa, boshqalar uchun bu mavjud hujjatlarni tartibga solish va kelajakdagi muammolarni olish uchun bir imkoniyatdir. Eng muhimi bu yangiliklarga befarq bo'lmaslik, aksincha faol bo'lish. Axborotni o'rganish, kerakli hujjatlarni yig'ish,
va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun qadam tashlash. Bularning barchasi sizning farovon hayotingiz garovidir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qadrli. Ushbu videoni barcha yaqinlaringiz, tanishlaringiz va ayniqsa pensioner do'stlaringizga ulashing, toki ular ham bu muhim ma'lumotlardan bexabar qolmasin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling va pensiyangiz ko'payishini tilayman.